Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli, nurli, barakatlik, ibodatlik, zikrlik, yaxshiliklarga to'la tong bo'lsin hammamizga, hurmatli jamoat. Bitta savol o'ta ko'p kelyapti-da, men shunga hayron qolyapman. Ko'pchilik bilmaydi ekan. Shu ro'zani kunida yo ro'za tutish kerak, yo fidya berish kerak, yo bo'lmasam shu deb tushunadigan ko'pchilik. Unday emas. Kasal odam fidya beradi, qachonki keyin ham tuzalmaydigan bo'lsa. Keyinchalik ham tuzalmaydi, mayusi shifo deb qo'yadi-yu. Buni shifo topib ketishidan noumid bo'lib qolingan yoki bir odam yoshi ulug', u yana ham katta edi, yashab tursa degan masala. Alloh taolo faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar deyapti. Kim sizlardan kasal bo'lsa yo safarda bo'lsa keyin tutib beraveradi deyapti. Tuzaladigan odam masalan kasal bo'lib qoldi, 3 kun, 5 kun, 10 kun sanab qo'yadi shu kunini idda qilib, fa iddatun. Ramazon chiqqandan keyingi Ramazongacha bo'lgan muddat ichida tuzalsa, undan keyinroq tuzalsa ham masalan tutib beraveradi. U emizg'ili bo'lishi mumkin, bo'yida bo'lishi mumkin deganda ayollarga tegishli. Keyinchalik tutib beradi. Ro'zani yo tutish kerak, yo shu fidyasini berish kerak deb tushunar ekan ko'pchilik. Keyin tuzalsa fidya bermaydi. Fidyani tuzalmaydigan kasal yoshi ulug'lar beradi-da. Shu savol juda ko'p keldi lichkaga. Shunga ko'ngil urpaslar. Doktor ruxsat bermasa ham yurishni boshladik. Ertamanda, tongda qarang qushlar saylashi. Zikrga, yurishlikka, toza havoga nima etsin. Shunaqa toza havo, tinchlik. Endi ko'pchilik kelsa biladi-da. Tinch bo'linglar, ro'zalar qabul bo'lsin.